Yana bir muvaffaqiyatli o'quvchimiz Shahriyor Toshtemirov. Bizda onlayn guruhlarimizda 3 oy o'qib, birinchi urinishda o'zida 1500 natija qilgan o'quvchi. Demak, bugun bu kishiga ham bir qancha savollar berib, muhim javoblar va maslahatlar olishga harakat qilamiz. SAT sizga nima uchun kerak bo'ldi, Shahriyor? Birinchi navbatda. SAT chet el universitetlariga topshirganda bu test yordam bergani uchun o'sha SAT olmoqchi bo'lganman va O'zbekistonda top universitetlar ham SAT qabul qiladi va grant beradi. Shuning uchun shoxlaganman. Tushunarli. Chetda endi aynan qaysi davlatlarga harakat qilgansiz? Boshida faqat Amerikani harakat qilganman, lekin hozir ko'proq Xitoyni ham ko'rib chiqyapman. Masalan, Fudang, Siyang universitetlari top hisoblanadi va SAT ham qabul qiladi. Tushunarli. Xo'p, Hero Academy kelishdan oldin, yoki onlayn kurslarda o'qishdan oldin SAT haqida qanday tasavvurga ega edingiz? Qiyin deb o'ylaganmisiz? SAT haqida uncha ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganman. Ingliz tili o'qituvchim SAT o'sha yaqini SAT o'qib chet elga ketganda keyin menga ham tavsiya bergan, SAT o'qishing kerak deb. Keyin sizni jonli efirda darsingiz bo'lgan, o'sha menga tashlab bergandi. Keyin o'shalikdan kirib ma'lumot olganman boyagi SAT haqida, nima, qanday sectionlari bor, qanday tayyorlanish kerak. Keyin uydagilarimga aytganda tayyorlanaver deb aytgan, keyin qo'shilganman guruhingizga. Tushunarli. SAT tayyorlanishingiz uchun eng qiyin qism qaysi bo'ldi va bu qiyinchiliklarga qanaqa yechim topdingiz? Readingni chart qismida qiynalganman. Ikkita tomonni bog'lash, bitta tomoni juda ko'p matn bo'lardi. Keyin ham uni chartga bog'lash kerak bo'lardi. O'sha tomonlar juda qiyin bo'ladi. Keyin support teacherimiz Faridun aka bor edi. Keyin o'sha bilan boyagi qiynalyapmiz deb boshqa guruhdoshlarim aytgandi. Keyin jonli efirda aniqlar har kuni o'sha misollarni yechib borardik. O'sha bo'yicha passagelar haqida yechib borardik. Demak, kurator siz bilan har kuni yana alohida ishlagan. Jonli darslar shaklida. Deyarli har kuni ishlardik. So'rasak har doim javob berardi. Hero Academy'da sizga eng katta yordam bergan narsa nima bo'ldi? Hero Academy masalan noldan boshlab o'rgatiladi gruppalari. Keyin masalan boshida nima qilishni bilmaysiz, hamma narsasi tayyor turgan bo'ladi. Keyin videolar ham yozib olingan, ham darsni yozib olingan. Agar mabodo tushunmay qolgan bo'lishi mumkin, uni qaytadan ko'rib tahlil qilish mumkin. Keyin support teacherlar ham yaxshi edi. Men support teacherim har kun shug'ullanardi ko'rgan. SAT'ni boshlashdan oldin darajangiz qanaqa edi va hozirgi natijangiz necha? SAT'ni boshlashdan oldin ingliz tilim 7 edi, IELTS 7 edi. Matematika uncha kuchli emasdi. Hali funksiyaga kelmagandim. Shuning uchun funksiyada sal qiynalganman. Keyin boyagi support teacherimiz funksiyada nima qilsam bo'ladigan YouTube'da kanal aytgandi. Chemistry teacher dedi. Shu kanal bor edi. O'shandan ko'rib ancha shug'ullanganman. Bir haftalar shu narsani shug'ullanib oxiri yetganman oxiriga. Hozirgi natijangiz? Hozirgi natijam 1500, 790 matematika, 710 ingliz tili. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Birinchi marta topshirishda olgansiz? Birinchi marta topshirganman. Shu bal chiqqan. Bu juda ham noyob holat. O'zi birinchi topshirishda biz o'quvchilarga odatda 1400-1450 gacha chiqadi deymiz. 1450 dan baland natija reja qilgan o'quvchilarni 2 marta topshirishga tavsiya qilamiz. Lekin bittada bunaqa natijani uddalagan o'quvchilar o'zi haqiqatan ham O'zbekistonda o'zim ishonmaganman boshida 1500 chiqishiga. Lekin yaxshi. SAT tayyorlamoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa maslahat berasiz hozir natija qilgan odam sifatida? Avvalambor birinchi o'zining darajasini bilib olish kerak. Qaysi matematikada nima daraja, ingliz tilida qaysi darajagacha biladi. Agar keyinchalik o'zi bilmaydigan tomonni qotib qolishi mumkin. O'sha tomonda masalan o'zining weak pointlari bo'ladi. Matematikada shu mavzuda qiynalsa, o'sha mavzuni ko'proq ishlash kerak. Keyin o'qituvchilar bilan ko'proq ishlash kerak. Boya ham bir qancha universitetlarni aytib ketdingiz. Qaysi universitetlarga topshiryapsiz? Washington, Duke, Harvardga ham topshirganman. Purdue University yaqin acceptance keldi. Keyin endi Xitoy universitetlariga ham topshirib ko'rmoqchiman. Xitoyda qaysi universitetlarni ko'zlayapsiz? Fudan, Zhejiang universitetlari o'zimni yo'nalishimda yaxshi reputatsiyaga ega bo'lgan universitetlar. Endi bizda navbatdagi o'quvchi hozirgi vaqtda Hero Academy Bodomzor filial offline guruhlarida o'qib kelayotgan o'quvchimiz. Nasib bo'lsa mart oyida o'zlari ham topshirib chiqadilar, natijalarini ko'ramiz. Hozir esa umuman mana shu savollarga bu kishidan ham eshitib ko'rsak.
Ya'ni faqat topshirganlar emas, balki o'qib kelayotgan o'quvchilardan ham. SAT sizga nima uchun kerak bo'ldi, Shodiyona? Xo'p, SAT o'zi juda ham bir ko'p universitetlar tomonidan so'raldi. Ayni topshirmoqchi bo'lgan universitetlarim tomonidan ko'pchilik USA'dagi. Shuning uchun SAT olishga majbur bo'ldim. Hozir 11-sinfsiz. Ozgina kechroq boshlagansiz. Hozirroq kechroq boshlaganman, chunki IELTS ga ko'proq vaqtimni sarflab oldim. Tushunarli. Hero Academy kelishdan oldin SAT haqida qanaqa tasavvurga ega edingiz? Ya'ni qiyin deb o'ylaganmisiz yoki ma'lumotingiz umuman yo'qmidi? Nereal darajada qiyin deb o'ylaganman. To'g'risi, chunki ko'p kursdoshlarim qilib o'tirardi. SAT qilib o'tirardi, keyin shundoq qararman, reading passage qilib o'tiraman, IELTS reading passage ular SAT qilib o'tiribdi, urishib, talashib, 8 bo'ladi, -8 bo'ladi, bir bo'ladi. Keyin qarayman, voy yo'q. Menga emas dedim keyin oxiri. Keyin yo'q, kelgandan keyin o'yladim, SAT normalniy, chidasa bo'ladi. Bearable. SAT tayyorlanishingiz uchun eng qiyin qism qaysi bo'ldi? Qiyinchilik qanaqa yengdingiz yoki qanaqa yechim beryapsiz? Вообще math qismi o'zi azalan qiyin bo'lib kelgan. Bilmadim negadir English qismi emas, lekin math qismi, ayniqsa word problems qiyin. O'zbek tilida ham word problemsga qiynalaman. Lekin ingliz tilida 2x da u. Shunaqa. Tushunarli. Demak, reading writing ham uncha qiynalmagansiz. Yo'q. Writing juda ham oson. Masalan, chunki o'zim writing punctuationlarni o'rganganman-da, keyin o'zim qo'llab ketaman. Bundan keyin bunaqa, bundan keyin qoidalarni bilardingiz. Hero Academy'da sizga eng katta yordam bergan narsa nima bo'ldi? Duximni ko'tarib berdi. Nima deydi? Endi-da. Masalan, SATga examga kirishimga uverman-da, masalan, preparedman. Shundoq qarayman, masalan, shuncha nima deydi, mehnat qilyapmanmi, demak, ro'yxati ham baribir bo'ladi. Shunaqa. Undan tashqari nima deydi, o'ylamayman-da, SAT shu topshirganimdan keyin hayotda gap qolmaydi-da. SAT bir bitta qanaqadir fundamental thing-da, qanaqadir jism-da, narsa-da, u undan life is beyond that deydi-yu. Shu narsani tushunishingizga yordam bera oldik. Shunaqa narsa. Tushunarli. Demak, hozirgi vaqtda natijalaringiz yaxshi chiqyapti. Shunaqa. SATni boshlashdan oldin darajangiz qanaqa edi? Ingliz tili ham, matematika ham va hozirgi natijalaringiz qanaqa chiqyapti? Xo'p, o'zi readingim 8 bo'lgan. Shunga readingim normalniy bo'lgan. Где-то bir 600 yoki 550 bo'lgan. Normalniy bo'lgan. Ayniqsa writingim. Va lekin math qismi pastroq bo'lgan. Chunki masalan scatter plot shunga o'xshagan narsalar o'zbek tilida unutilmaydi-da. Shunaqa. Umuman qanaqadir foizli bir narsalar unchalik ko'p emas. Masalan, o'zim shaxsan milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rgan bo'lsam, umuman teskari narsalarda, masalan, logarifmlar tushmaydi. Logarifmlarni bosib o'qiganmiz. Masalan, ustozimiz majburlardi logarifm o'qib deb. Lekin bu kelgandan keyin unaqa befoydaligini bildim-da. Shunaqa. Hozir natijalaringiz qanaqa chiqyapti? Natijam normalniy chiqyapti. Shu mana 700 ga yaqin chiqyapti, 700 around. Matematika. Ingliz tilichi? Ingliz tili 750. 750 ga chiqdingiz. Yes. Zo'r. SAT tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Просто bosib o'qish kerak bo'ldi. Lekin bosib o'qiganda ham nima qilish kerak? Sal bir odamga o'xshab o'qish kerak-da. Nima tushunasiz odamga o'xshab o'qishdan? Yo'q, endi nima deydi? To'g'ri, hayvonga o'xshab o'qish yo'q, просто odamga o'xshab o'qish degani bu ham balans saqlash kerak-da. Полностью kirib ketib manyak bo'lib qolish kerak emas-da. Samdo tashqariga chiqib, mana bu SAT o'rganayotgan o'quvchilardan, tengdoshlaridan sal so'rab, surishtirib, nima bo'lyapti, qanaqa qiyinchilik bo'lgan o'zingni, shunaqa experience yig'ish yaxshi. Experience o'zi juda ham bir valuable narsa, qimmatli narsa. Demak, o'sha tayyorlanayotgan o'quvchilar o'zaro ishlagan. Shunaqa yaxshi. Jamoa sifatida. Atrofini unutib qo'yish kerak emas odam. Tushunarli. Hozir qaysi universitetlarga topshirdingiz yoki topshiryapsiz? Aytadi-yu, nima deydi? Life is better when no one knows what you are doing. Yes. Ya'ni agarda nimadir qilayotganingizni hech kim bilmasiz, life is yaxshi-da. Tushunarli. Hozir demak davlat ayta olasizmi? Yes, davlat ayta olaman. Xo'p. USA 100%, 100% USA. Ko'proq shu topshiryapsiz. Yes, Singapur, Malayziya, Koreya, keyin Nova. Bitta qiziqib ko'rganim, yana Avstraliya davlatlari ham. Tushunarli. Demak, mana shu 5 ta davlat ko'ryapsiz. Shunaqa.
Tushunarli. Bo'ldi. O'qishlaringizda natijalaringizga omad. Xudo xohlasa imtihonda ham zo'r natija qilib hammamiz xursand qilasiz degan umiddaman. Rahmat kattakon. Endi navbatda bizda yana Hero Academy Bodomzor offline filialida hozirgi vaqtda o'qib kelayotgan va Xudo xohlasa 14-martdagi imtihonimizda bizga nasib bo'lsa natija qilib beradigan o'quvchimiz Farzona o'quvchimiz bilan suhbat qilamiz. Birinchi savol, SAT o'zi sizga nima uchun kerak bo'ldi? Nimaga boshladingiz SATni? Menga SAT mana shu yili chet elga universitetga topshirish uchun kerak edi. Qaysi davlatlarga harakat qilyapsiz hozir? В основном Yevropaga, Germaniyaga. Tushunarli. Hero Academy kelishdan oldin SAT haqida qanaqa tasavvuringiz bor edi? Qiyin deb o'ylaganmisiz yoki umuman ma'lumotga ega emasmidingiz? O'zi birinchi experience'im Hero bo'lgan. Undan oldin SAT haqida hech narsa bilmaganman. Ozgincha tushuncham bor edi, lekin menga unaqa katta informatsiya hech kim bermagan. Bu yoqdan eshitmagansiz? Yo'q. Qiyinroq, osonroq degan gaplarni eshitmagansiz. Tushunarli. SAT tayyorlanishda siz uchun eng qiyin qism qaysi bo'ldi? Bu qiyinchiliklarga qanaqa yechim berdingiz? SATda eng qiyin part bu menga English part bo'ldi. Reading mi, writing mi? Reading part bo'ldi. Uni men supportlar bilan kelib, har kuni 1,5 soat, 2 soat shug'ullandim, ustida ishladim. Tushunarli. Hero Academy'da sizga eng katta yordam bergan narsa nima bo'ldi? Hero Academy menga kommunikatsiya bilan eng katta yordami bo'ldi. O'zimni общественный joylarda, sotsialnistda yaxshi уверенный tutishni o'rgatdi. Demak, o'sha sheriklaringiz bilan muloqot qilyapsiz hozir, supportlar bilan muloqot qilyapsiz, o'qituvchilaringiz bilan, to'g'rimi? Shu sababli. Okey. Xo'p, SAT boshlashdan oldin darajangiz qanaqa edi? Ingliz va matematika va hozirgi natijangiz necha? Oldingi darajalarim juda pastroq bo'lgan. Normadan ham ozgincha pastroq bo'lgan. Hozir esa normam 1100-1250 lar chiqyapti. Osham вероятности kattaroq. Hozir demak, birinchi topshirishingizda 1200 plusga harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Birinchi topshirishimda 1300 plusga. Demak, qolgan vaqtingizdan foydalanib yana ko'tarmoqchisiz. Tushunarli. Xo'p, demak, boshlashdan oldin shunda o'rtachadan pastroq degani intermediatedan pastroq bo'lganmi siz? Intermediatedan pastroq bo'lgan. Intermediatedan pastroq. Intermediatedan mana shu darajaga, tushunarli. Xo'p, SAT tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa maslahat bera olasiz? Birinchisi, o'zingizga ishonchinglar hech qachon pasaymasin. Boshqalarni gapi sizlarga hech qanaqa ta'sir qilmasin. Sizga qanaqadir gaplar bo'lganmi? Bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. To'xtat degan yoki o'qisang bo'lmaydi. Sen eplolmaysan deganlar bo'lgan. Tushunarli. Hozir o'qib kelyapsiz lekin. Hozir qaysi universitetlarga topshirishni rejalayapsiz? Ya'ni Germaniya dedingiz, aynan tanlagan universitetlaringiz bormi yoki qidiryapsizmi hozir? Tanlagan universitetlarim bor, lekin undan ham zo'rlarini qidirishda hali davom etyapman. Natijasiga qaraymiz, to'g'rimi? Natijamga qarab. Insonlar, bu videoda bizda o'qib chiqqan va ayni vaqtda o'qib kelayotgan o'quvchilarning кейslari va ularning maslahatlari bilan tanishib oldingiz. Agar siz ham SAT'da o'qib turib, qisqa vaqt ichida zo'r natija qilaman deb niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, bundan tashqari keyinchalik top universitetlarga topshirishga menga yordam kerak bo'ladi deydigan bo'lsangiz, Hero Academy'da biz hamma narsani qilamiz boshidan oxirigacha va sizni darajangiz aynan bizdagi mana bu o'quvchilarimizga o'xshab boshida intermediate yoki shu atrof bo'lishi shart emas. 0 dan boshlanadigan guruhlarimiz bor. Har bitta o'quvchini har qanday darajasi uchun mos keladigan o'qituvchilarimiz va dasturlarimiz siz uchun tayyor turibdi. Agar to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizda videomizning tagidagi opisiya qismida ma'lumotlarni qoldiramiz qisqacha va albatta bizda Telegram sahifamiz, shuningdek telefon raqamimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, administratorlarimizdan o'zingizga mos to'g'ri keladigan guruhlar haqida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hozir esa videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki xudo xolasa bundan buyog'iga yanada manfaatliroq va qiziqarliroq videolarni sizga taqdim etishga harakat qilamiz.